Inson dunyoga qancha yaqinlashsa, oxirat o'shancha undan uzoqlashar ekan. U tashvishga, g'amga, shuni ichidagi iztiroblarga, zulumotlarga, hodisotlarga berilib ketib, hamma dunyo zulmatun fil qalb. Dunyoni g'ami bu yoqqa yaqinlashgan sarimiz tarozini, bu pallasini bosgan sari qorong'ilashib, yovvoyilashib, o'zidan o'zi inson ana shunday jirkanadigan holatga olib boraverar ekan. Lekin oxiratga yaqinlashsak, oxiratni g'amida bo'lsak, oxiratni tashvishda bo'lsak, oxiratga bo'lgan mehrimizni, muhabbatimizni solih amallar bilan Alloh taoloning rahmatiga umidvor bo'lib musobaqaladishadigan bo'lsak, bizdan endi dunyoni tashvishi uzoqlashadi. Dunyoning g'amlari bizni o'ray olmaydi. Dunyoning qiyinchiliklari bizni yuzimizni mustar qila olmaydi. Nega? Va hammul axirati nurun fil qalb. Oxiratni tashvishiga, oxiratni tadorikiga, oxiratni demakki yurug'iga muhabbat qilgan, ixlos qilgan bandani Alloh taolo qalbini nur qilib qo'yadi. Oxiratni tashvishini hayotini ishidagi eng boshi deb qo'ygan bandaga dunyo tashvishini Alloh taolo g'amini undan bartaraf qilib qo'yadi.